Mana do'stlar, navbatdagi kuxni mebelimizni tugatdik. Shuni hozir obzorini birga ko'ramiz. Do'stlar, obzorni bir boshdan boshlaymiz. Nima uchun aynan pinal ichiga duxovkani o'rnatib berganmiz? Chunki gaz plitamiz tagida duxovkamiz bo'lsa, egilib ishlash uchun noqulay bo'ladi. Shu uchun balandroqda duxovkani o'rnatib berganmiz, qulay bo'lishi uchun. Ustida shkafimizni tiponli qilib berganmiz. Tepadagi hamma shkaflarimiz ham mana shunday ochiladi. O'rta yarusdagi shkafchalarimiz mana bunday uslubda ochiladi. Shkaflarimiz yopilayotganda mana shunday sekin yopiladi. Chunki Samet brendidan davodchiklik petlalar qo'yganmiz. Stolishnisamizni Keder brendidan to'liq 38 mm lik qo'yib berganmiz. Vichkamiz ustini esa mana bunday qilib akkuratni shkafcha bilan obshivka qilib berganmiz. Ko'pchilik ustalar mana shu joyda ozgina gofrilarni shunday obshivkasiz qoldirib ketishadi, juda xunuk ko'rinadi. Moykamiz esa internetda o'sha mashhur bo'lgan har xil funksiyali moykalarni qo'yib berganmiz. Oshxonamizning mana bu burchagida esa kir yuvish mashinasi uchun joy qoldirganmiz. Mana bu tomonda esa muzlatgich uchun joy qoldirib ketganmiz. Xolodilnikimizni mana shunday zazorlar bilan qo'yganmiz, chunki qizib ketmasligi uchun. Texnik zazor. Akril va LDSP materiallardan foydalanganmiz. LDSP materialimiz Egger brendidan, akril materialimiz esa AGT panellaridan foydalanganmiz. Egger LDSP'mizni mana shunday strukturalarini bir-biriga ulab tayyorlab berganmiz. Mebelimiz umumiy hisobda texnikalarsiz 31 million so'm bilan chiqdi. Nima deb o'ylaysiz? Bu summa mebelimiz uchun arzonmi yoki qimmatmi? Kommentariyalarda fikringizni kutib qolamiz. Mana shunaqa mebellar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin.